Hammaga assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari va kanalimizning ashaddiy obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida chorva mol bozoridamiz. Xudo xolasa bugungi videomizda narx-navolar, katta, kichik, sigir, xunajin hammasini tanishtirishga harakat qilamiz. $800 ming beraman. Taroziga oldingizmi aka buni? Aytoring ovoza qilib, ovoza qilishtirib, ovoza qiling xalqqa. 280 kilo. Yo'q, to'g'risini ayting, sher. Az berdi moli. Ha? Ayting. Nech pul? 280 kilo. Yo, nech kilo? To'g'ri qildim. Sha, aytga. Bering, men ko'ring, bering. Aka nech kilo keldi? Ayting, 290 kilo. Oğlum ne kilo? 290 kilo. Hadi sahip alalım. Ver 15 bin ver. Oldilarmi buni, sotdilarmi aka? Sotdim. Qani nech puldan? Nech puldan sotdingiz aka? Pulini versen toş. Ya tirigini sotdim 25 Ha, ga. turish 100 ming kam bo'ldi. 100 ming kan 25 millionga bu qavi sotilibdi. Bir xilga odamlar kilosini aytgisi kelmaydi, bir xilga odamlar sotgan pulini aytgisi kelmaydi. Endi har xilda endi odamlar har xili bor. Hozircha olim bittasi tortib birovga aytmang kilosini deb, ashuncha odam turibdi. 10-15 ta odam tomosha qilib turibdi. Tortib turib, "Meni o'zimga ayting" deyapti, o'ziga aytyapti, yana ertalar ochib ketdi. Bozorga chiqib aldab turib, kiloni bilib olib, aldab sotishdan maqsad. Bunaqa qilib sotib nima qiladi? Nech pul deyapti ekan tog'am? O'zizdanmi? 64 qilishyapti uni bolalar. Taroziga. 64 mana savdo bo'lyapti ekan. Shved buqan zo'r boqib qo'ydi. Bo'yinlari ham bunaqa qonni yo'q mana. 64 million, 64 ming taroziga so'rashyapti ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'zingizlarni oldirib ketinglar. 64 mingdan shunday qilib olib chiqib, boqib, mashinchalik qilib olib turib 64 mingdan sotib olsangiz ham qancha go'sht qilib, qancha foyda bo'ladi. Endi bir o'zlaringiz hisob kitobini qilib ko'ringlar. Bozorimiz yaxshi, katta buqalar Hijrasizlar. Buqalarimiz ham serob. Qaz mari savdo bo'lyapti? Qancha bo'lyapti endi? 66,5 xotirjam odam. Taroziga. Taroziga 66,5 ming so'mdan so'rayapti ekan akamiz. Men hozir bola 66,5 aka. 66,5 mingdan boshqa viloyatlarda, boshqa shaharlarda bozorlar narx-navolar qanaqa? Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shunaqalarni 70 ming tevasida sotganlarini ham ko'rdik. 66 ming, 65 ming sotilganini ham ko'rdik. So'ygani tayyor buqalar ular olasi. O'tdan savdo bo'lyapti ekan buqamiz. Yo'g'onligi bor. Nech pul bo'lyapti endi aka? 25 million bo'lyapti aka. 25 million savdo bo'lyapti. 25 million savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Olmay aka, charchamas. Qancha deyapsiz bana aka? Aka 27 deyapti, 25,5 berishyapti. 25,5 berishyapti ekan. 27 dan qaytilyapti mana. Zo'r, barakasini bersin aka. Bu yomon ekan shekilli, ikkita narxamchilar bu. Qanchaga savdo bo'lyapti aka? 39 ga savdo bo'lyapti. Oyoqqa shu turishiga. Qanchaga bordi usta? 39. 39 ga boribdi.
Turishlarni ko'ringlar. Oy o'tmayaptimi? Olisharkan bo'lmasa. Yetti yuz kilodan u yerda chiqib qoladi xohlasa. Bash savdo bo'lyaptimi aka? Qancha bo'lyapti? 33 qilishyaptimi? To'g'rimi? 33 million savdo bo'lyapti ekan. Oldi, qo'lni qo'yib yubordi, qo'shilmadi. Savdo bo'lyapti. Yaxshi, hozir har bitta molni oldi kelsangiz, deyarli ko'p mollar oldi, yaxshi savdo bo'ldi. Boqilgan tayyor qassob akalarimizga chiqqan buqalarimiz deyarli hammasi savdo bo'lib sotilyapti ekan. Endi bozorda bir qismida, qolgan qismida qanaqa bo'lyapti, xudo biladi. Hozir bu qator ko'rib bilamiz. Mickey Mouse'imiz. Bu simentalni qaranglar, simentalni. Bitta ko'ringlar, simentalni. Bu sotilibdimi? Necha pul deyapti-kan ular? 60 ga berilmadi? 62 million deyapti. 62 million deyapti. 62 million narx aytilyapti, hali sotilmadi. Turishini qarang, bu simental boshqacha turadi. 800 700 tevasida. Endi bir kichkina ko'chatlarimizni ham o'tib, ko'chatlarimizdan ham ko'rsatsak. Ko'chatlarimiz ham davolasa serob. Mana bitta simentalimiz ham turibdi bu yerda. Ko'chatchalarimiz mana bu yerdan boshlanyapti, xudo xolasa. Qaysi savdo bo'lyapti? Savdo bo'lyapti. Griffordimiz ekan. Bu qanaqa ekan? Bu simental ekan shekilli. Simentaldan bir ajoyibidan ekan. 62 million deyapti. Ikkovini 62 million deyapti. Bu qanaqa mol endi bu kommentariyada yozinglarchi, simental gibridmi? Limuzin avlikolar simentalmi? Mollar turi ko'payib, xili ko'paygandan keyin hali mana rossiyskiy mana. Farqiga borishga qiyin bo'lib ketyapti to'g'risi. Gibrid bo'lib ketyapti. Hammasi aralashib oxiri o'zimiz mollar tanimaydigan olib ketamiz. Jaydari gibrid bo'lib ketadigan hammasi aralashib. Dehqon taraflarimizga o'tamiz, keyin sigillarimizga ham xudo xolasa o'tib, sigillarimizni tanishtirishga harakat qilamiz. Hammasida savdo bo'lyapti. Qaysini so'rab sizlardanmi aka bular? Olaman deyapsizmi? Necha puldan ekan bular? 20 milliondan kami bor. 20 milliondan kami bor ekan. Bir 6 oy, 7 oy plus minus. Milliondan. Bu sotildimi, bu olindimi? Sotildi shekilli, yangi Olindimi qanchaga? 20 millionga. Arzon olibsizmi? 20 millionga mana. Zo'r 20 millionga olganmiz, barakasini bersin. Arzon.
Bundan kichikroqlarni ham, undan kattaroqlarni ham bundan qimmat olishganini ko'rdik. O, nay tarafda kichkina ko'chatlarni surib tashladan chiqaramiz hozir. Senga yordam qilay aka. Unutganingga berdim. Olmay aka. Assalomu alaykum. Charchamas. Qaysi biri sizdan? Bu to'rovmi? Qanchadan deyapsiz? 18 dan. 18 million so'mdan. Necha oylik bular? 4 oy 5 oy. 4 oy 5 oylik. Oq tumshuqmi? Bittasi oq tumshuq. Telefon nomer qoldiraylikmi, sotilib ketadimi? 95lik. 95lik 661 17 62. 661 17 62. Barakasini bersin, telefon qilishadi. Bular kimdan mana ular? Olmay. Qachon? Ishlayapsiz, olyapsiz, bo'layapsiz. Olaman deyapsiz ular? Qanaqa gena? 246 million. Yaxshi zo'r. 46 million qilishibdimi o'zi? To'g'ri. Qo'shish kerak ekan unga. Hujjatlarimizni davom etamiz, xudo xolasa. Kimdan ekan mani buzaychalar? O'zdanmi? Assalomu alaykum. Tuzimsiz? Alaykum assalom. To'rttasi 15,5dan. Tumani to'ri 15,5dan. Nariga 16,5dan. Bular 16. Necha oylik? Shu 7 oy 8 oy. Minus minus. Ha, Ha. yoshiga borib qo'ygan. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik 802 802 0033. 0033. Dastlabkilar. Vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holat. Holat. Yana serob bundan. Sero. Tugamaydi. Tugamas ekan, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Foto ko'rsatib qo'ydimi? Yeyishlari ham yo'g'i zo'r-a bulardi. Sinovga ham berilaveradi yeyishga. Ha, ko'chatlar bemalolchilik. Bular kimdan ekan? Savdo bo'lyapti sizdanmi? Ha, bittami-ku? Bitta mashinada olib kelgan ekansizlar-da bozorgami? Uchta mashinada keldi. Ha, sotildimi yarimi? Oz qolibdi-da endi hisobda. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek bozorlarimiz yaxshi. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Qancha qilishdi? Meniki emas. Tushab turibdigan holat. Nech pul ekan aka bu? Novosamiz 15 million so'mdan qatyapti. Mana dehqonlarimiz ham serob bozorda. Nech pul olibdi? Sotilyaptimi? Qancha deyapsizlar? Biz 14,5 deyapmiz, bular 15 ga qo'shib bering deyapti. 15 ga qo'shib bering deyapti. 14,5. Ana bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bizni qayerlardan kuzatyapsizlar? Qaysi viloyatlardan, boshqa davlatlardan turib kuzatyapsizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Narx-navolar qanaqa sizlarda? Qimmatmi, arzonmi? Qancha bo'ldi bu? 41 million. Bolasi nima buni? Novos. Novos ekan. 41 million so'm bo'ldi. Bolasi novoscha. Qisirmi bu tog'a? Nech pul deyapsiz? 21 ga bermayapman. 21 ga bermayapsiz. Qo'shsa sotadi. Qo'shsa sotilib ketadi. Qisir ekan. Qisirlar ham serob bozorda. Nech pul oldi aka bu? Qancha deyapsiz? 16 million so'm deyapti ekan qisir. Sigir qancha bo'ldi aka? Sigir qancha bo'ldi? 23 million 800. Bolasi novos. Yaxshi, sigirlar ham ancha tushib qoldi ham bo'laveradi. 100 million deyishayotgan joylarni ham ko'rdikda sigirlarni. Bolasi yo'q sigirlar, qisirlar. Foto bilan deb. Sigir qancha bo'lyapti? Har qancha olgan
Mana olib keldi. Buni sotdingizmi hozir? Ha, Qanchaga? 23 ga sotdik aka. Mana arg'amchini baylashyapti aka. Ha. Bolasi qani buni? Bolasini o'yinga borib. Ha, bolasi bilan birga sotdingizmi yo alohida? Yakka o'zi. Yakka o'zini. Ash bola bilan gaplashing. Bolasi nima edi? Bolasi xonasini aka. Ha. Nechi pul bolasi? 23 ga sotdik. 20 millionga bermadik. O'g'il? Qo'qon deb bo'ldi. Bolasi katta ekan-da, bo'lmasa? Bolasi ko'chat aka. Ha. Ha, bolasi katta bo'lib qolgan deganda bolalar. Sigirlarimizni bir qator narx-navosi bilan tanishtiraylik. Oh, g'arib bolasi. Nech pul ekan aka sigir? 35 deyapmiz kam bor. 35 kami bor ekan. Birinchi bolasi xunajon. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Ha, dehqonchilik. Qancha suti bor buni? 5 ta atrofida. 5 ta atrofida. Qo'yadimiz olmaydi. Ya bo'ldi, ilon sotilgan. Men dehqonlardan bir qator narx-navo so'rab, nomer qo'ymasa ham bir tanishtirib beraylik. Qo'yatdan misol hali tirikchilikdan so'rasangiz 30 millionga sotiladigan molga 45 million narx aytishyapti-da. Hali bozorda narxini, realniy narxni bilib bo'lmayapti. O'shuning uchun dehqon sen haqiqatga aqllar aytadi-ku, barakasini bersin. Sog' bo'ling. Qo'shtoq qancha deyapsiz sigirdi? 32 deyapman. 32. Bolasi nima buni? Onasi. Necha oylik bo'lgan? Endi hojim bor, men so'ramabman, oldim men ham yashashni. Ha, oladingizmi? Oldim-da. Necha oylik endi gumonni aytdim, so'ramagan ekanman. Gumon ekan. Shunday olaverdim. Bu tindaqlarimi? Yashurdan chiqqanmi? Yo'q, bir yerda turgan. Necha million? Necha millionga bermadingiz? 27,5 millionga bermayapman. 27,5 so'da bo'libdi, berilmabdi. Haqiqiy mana dehqonlarimiz ham so'ra. Nech pul ekan sigir Hoji? 21 million deyapti. 21 million. Bolasi qo'naji? Bolasi xonaji, o'zi ham xonaji. Qo'naji. Ha, birinchi bolami? Ha. Birinchi bolasi. Birinchi bola. Qancha sut beryapti endi bu? Endi 3 litr beradi. Bolasidan ortib-di. Ha. Mana ro'zg'or bob. Ro'zg'or bob qo'naji, sigirlarimiz ham bemalol chiqib mana Yozyovon, Farg'ona viloyati Yozyovon chorva mol bozoridan xarid qilishlari mumkin. Necha kunlik bu? Necha kun bo'ldi bolasi? 17 million kam bor, 10 kun bo'ldi aka. 17 million kami bo'ldi. 27 million. Ha, 27 million. Bolasi nima? Novosmi, qo'nazimi? Qo'nazi. Qancha suti bor buni? 7 litr, 8 litr. Nechinchi qorin? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Bolasini qaraydi. Bola. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik aka. Dehqonchilik. Ha. Emishini ham ko'rdi. Yuvosh ekan, chista varali ro'zg'or bor. Oilaga bitta olib qo'ysangiz mana shunaqasidan sog'ib ichib maza qilib yashayverasiz deydi. Sotilib kelsin yo telefon nomer qoldiraylik. Ayting nomeringizni. 94lik 94lik 564 564 82 82 o'zingiz nomeringiz. Aloqaga chiqsa dadengizniki. Aloqaga chiqsa xudo xolasa sotilib ketib qolsa endi to'g'ri tushunasizlar xudo xolasa. Barakasini bersin, mo'g'onazini turishini qaraydi. Ona-bolani dahshatidan mana. Bu hali ham emadimi deymanmi bu? 6 oy bo'ldi aka. Sutga rasa to'yibdi-da. Arqa ko'rpislar ham boshqacha bo'lib ketibdi. Mana onasiniki. Bu yana 1-2 oyda onasidan o'tib ketar ekanda bu. Qancha deyapsiz buni endi? 50 kam bor deyapti. 50 kam bor. Bitta atrofini ko'rsatadi. Mana ko'rpislari. Bu sigir qilib oladigan bo'lsangiz, onasi ham o'zi boshqacha narsa ekan. So'da bo'ldimi aka bu? Har xil bo'lyapti. Qancha pataloyi qanchaga chiqdi? 45 ga chiqdi. Bittami bunaqasidan yana bormi yo'q?
Uyda bor. Uyda bor. Telefon nomer qoldiraylikmi? Ayting. 77 77lik 102 102 40 70. 40 70. Jicha 45 jicha qo'shsa bitadimi? Bitadi. Oma meni 10-ga men ish qilib oldim. Bu o'zi sutdor mol shekilli. Ha, sutdor mol shekilli onasi ham, ha? Yog'limi sutlari haqida. Bolasi. Ha, o'zi bolasi bittada bildiribdi. Effekti berganda mana bolaga. Barajasini bersa aloqaga chiqishadi aka, rahmat. Mana shunaqa sigirlardan bitta qilasiz uyga. Bolani ham xohlagan turingizga olib sotasiz. Sigirni ham boqib maza qilasiz. Sigirlarimizdan seroq. Bitta bir ajoyibidan yana bitta bor ekan. Aja qancha deyapsiz sigirni? 30 million kam. Xonasilagan bolasi. Bu bola. Bolasini sutga to'ygizib boqyapsiz ekanda. Ko'rpislari ham yoshligidan bo'ladigan nimasidan ma'lum deydi. Zo'r ketyapti ekan bola. Haqiqiy onasiga o'xshab chiqdi. Qancha suti bor buni? 7 ta suti bor. Sotilib ketadimi yo nomer qoldiraylik? Ayting. 91lik 110 76 77 akamizga aloqaga chiqinglar. Bittami bunaqadan yana bormi? Yana bor ekan, xudo xolasa. Mana shunaqa sutga to'ygan variantlaridan akamiz qilib beraveradi. Bu kiralarni olib kelganingizga 100 ming beradi. Olib kelganingizga ronda bering endi. Bu yana 100 ming beradi. Yangi. Qancha bo'lyapti endi? Beringlar aka. Rasxodchilar 26 qoladi. Tuzilgan rasxodlar. 26 million. Bering. Yengil bering. Maylilarda bo'ladi. Qanday qilamiz bo'pti? Ana aka o'zini 100 ming beradi. Bor bo'lar. Qancha bo'ldi tova? 26 million 200. 26 million 200 ga sigirimiz. Xonajinagina bolasi. Bolasi xonajinaga. Necha kunlik bu? Bir haftaga bo'lgani yo'q. Bir hafta bo'lgan. 26 million 200 ga mana sigirimiz. Baraka bo'ldi mana hozir. Arziydimi? Zo'r, olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana iloji boricha narx-navolar bilan tanishtirdik deb o'ylaymiz. Bu Tarozi tarafga ham o'tib bir narx-navo tanishtiramiz dedi. Juda bir anaqa neudobniy joyda degan Tarozi bir kelmay Taroziga kutib olishga to'g'ri kelyapti. Bundan ko'ra sizlarga bozorning ichidan narx tanishtirishga harakat qildik. Bizni kuzatib borayotganlar bittadan like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bundan-da qiziq, bundan-da boshqa bozorlarga, vodiy bo'ylab boshqa bozorlarga aynalib chiqib, narx-navo bilan tanishtirib, iloji boricha manfaatli videolar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.